Sog'lig'ingizni qadrlang. Bepul mammolog ko'rigiga tashrif buyuring. 13, 14, 15 oktyabr kunlari ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazida soat 8:30 dan 14:00 gacha. Qabulga yozilish talab qilinmaydi. Ko'rik davomida sizni nimalar kutmoqda? Tajribali shifokor ayollar tomonidan ko'krak bezining palpatsion, ya'ni paypaslash tekshiruvi, zarurat tug'ilganda ultra tovush tekshiruvi yoki mammografiya. Mutaxassislarning maslahatlari va tavsiyalari. Eslab qoling, mammolog qabulini keyinga qoldirmang. Bu tashrif o'zingizni qadrlashingiz va sog'lig'ingizga mas'uliyat bilan yondashayotganingizning belgisidir. Biz har bir ayolni qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki sog'lom ayol sog'lom jamiyat poydevori. Sizning sog'lig'ingiz eng qimmat boyligingizdir.